Ayol kishi o'zi bilmagan holda jannatda bo'lib ketar ekan. Erini, bolalarini kirini yuvgan xotin gunohini yuvgan bilan barobar bo'lar ekan. Bir kecha bola emizganiga bir kunlik toat ibodatni savobi yozilar ekan. Kasal bolasini uxlamasdan qarab chiqqan ayolga bir yillik toat ibodat savobi yozilar ekan ro'zasi bilan. Uyini shipirganda bismillahirrohmanirrohim la ilaha illalloh deb shipirgan ayol xuddi xonai Ka'bani shipirganni savobini olar ekan. Dasturxon yozganda, ovqat qilganda bismillahirrohmanirrohim desa uyga fayz, baraka kelar ekan. Qashshoqlik yo'lamas ekan inshaalloh. Eri ko'chadan ezilib xafa bo'lib kelganda, erini xafachiligini yozib yuborgan, xursand qilgan, og'ziga yoqadigan osh-ovqat tutgan, kayfiyatini ko'targan ayolni joyi jannat degan ekanlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Xalqimizda zo'r gap bor. Yaxshi xotin 40 ta qarindoshdan yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Chunki qarindosham, hatto aka-uka ham shunaqa aka-ukalar bor. Bor bo'lsa bor. Yo'q bo'lsa-chi. U xotin u bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham sabr qiladigan. Kasalligida ham, sog'lig'ida ham erini yonida bo'ladigan. Shu bolalarimni otasi-ku deb chidaydigan, sabr qiladigan. Yotqizib olib tepsa ham ertalabgacha duo qilib chiqadiganlari bor. Alloh shuni do'zax qilib qo'ymagin. Siz kulasiz. Erkak ayoliga, ayol erkagiga kulib qarasa 10 ta savob ekan. Yuzidan o'psa 20 ta savob ekan. Quchoqlasa 30 ta savob ekan. 300 ta savob ekan. Yuz qo'lini yuvganda tanasidan oqayotgan har bir tomchi suvdan Alloh farishta yaratar ekan. U farishtalar to qiyomatgacha eri xotinga istig'for aytar ekan.